Sizni maktabingizni maqtashdi. Shunga o'g'lim olib keldim. Juda ham yaxshi. O'g'lingiz 3 yo 4 sinfga o'xshaydi. Shunaqa. Bu yil 4-sinf bo'ladi. 3 yildan bir maktab tanlaydi. Endi Bo'riboyvachchani ko'ngillari nozik. O'shanga sizni ham maktabingiz yoqib qolar deb olib kelib ko'rdim-da. Yaxshi, maktabga qabul qilamiz, faqat bitta sharti bor. Qanaqa? Siz borib daraxt ekishingiz kerak. Opajon, oldin o'g'li maktabingizni yoqtirsin. Keyin daraxt ekish bormi? Maktabingizni uy-joylarini remont qilish bormi? O'zingiz bilan alohida gaplashamiz. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Siz borib daraxt ekib keling. Keyin gaplashamiz. Kiring. Chaqiruvmidingiz ustoz? Albatta. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Bular daraxt ekmoqchilar. Ha, daraxt. Bo'ldi. Qani? G'alati-yu, lekin mayli. O'g'lim o'tirib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli. Lapatga bormi ish qilib? Bor. Ekdim. Nima bo'ldi endi? Tushunmadingiz-a? Tushuntir. Mana shu ko'chatda o'quvchi deb olaylik. Xo'p. Har yili maktab yoqmaganda ko'chatni olib boshqa joyga olib borib ekursiz. Natijada nima bo'ladi? Nima bo'ladi? So'lib qoladi daraxt. O'quvchilar ham xuddi shunaqa. Ularni har yili boshqa maktabga o'tkazursiz, albatta so'lib qoladi. Ustoz sizga shuni tushuntirmoqchi bo'ldilar. Bola bir joyda sabr bilan ta'lim olsa, o'qituvchiga, sharoitga ko'nikadi va natijada yaxshi meva beradi. Tushunarli. Bu katta daraxtni kim ekkan? Direktoringlarmi? Yo'q. Bu daraxtni direktorimiz otalari ekkanlar. Daraxt bir joyda ko'karadi. Endi tushundim. O'g'lim qachonda maktabga chiqsin? Buni endi ustoz aytadilar. Qani ketdik. To'g'risini aytsam, bu maktabda dars berishimning katta bir sababi bor. Nima ekan? Bu maktabda tartib birinchi o'rinda, intizom, o'quvchini tarbiyasi.